Bugun men siz bilan juda amaliy va hammani qiynayotgan savolni hisob-kitob bilan ko'rib chiqaman. To'lovlar reallikda qanchaga oshadi? Gap faqat tarif oshdi degan xabarni eshitib qo'yish haqida emas. Eng muhim savol boshqa. Oy oxirida sizning cho'ntagingizdan qancha pul ko'proq chiqadi? Oilaviy budjetga bu qanday ta'sir qiladi? Kim ko'proq sezadi, kim kamroq sezadi va qaysi holatlarda odam o'zi bilmagan holda ortiqcha to'lab qo'yishi mumkin? Bu ma'lumot juda muhim, chunki elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, internet, kredit, ijara yoki boshqa majburiy to'lovlar oshsa, bu har bir oilaning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga quruq gap emas, real hisob-kitob, oddiy misollar va amalda nima qilish kerakligini tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik to'lovlarni odat bo'yicha to'lardi. Masalan, o'tgan oy elektrga 1 ming so'm chiqdi, gazga taxminan 1000 so'm chiqdi, suvga 1000 so'm chiqdi. Demak, keyingi oy ham shunga yaqin bo'ladi deb o'ylardi. Ya'ni odamlar xarajatni tarifdan emas, oldingi kvitansiyadan kelib chiqib taxmin qilardi. Bu yondashuv tarif o'zgarmagan paytda uncha xavfli emas, lekin tariflar oshganda yoki hisoblash tartibi o'zgarganda eski kvitansiyaga qarab taxmin qilish katta xatoga olib keladi. Endi nima o'zgardi? Birinchidan, ayrim xizmatlarda tarifning o'zi oshadi. Ikkinchidan, ayrim joylarda iste'mol me'yorlari, limitlar yoki hisoblash usuli o'zgaradi. Uchinchidan, hisoblagichdagi ko'rsatkich vaqtida berilmasa, tizim o'rtacha iste'mol bo'yicha yozishi mumkin. To'rtinchidan, qarzdorlik bo'lsa, yangi oy to'lovi bilan aralashib ketadi va odam tarif oshganini aniq ajrata olmay qoladi. Men buni juda oddiy qilib tushuntiraman. To'lovingiz ikki narsaga bog'liq: qancha iste'mol qildingiz va bir birlik narxi qancha. Masalan, elektrda kilovat soat, gazda kub metr, suvda kub metr, issiqlikda kvadrat metr yoki gigakaloriya, internetda esa tarif rejasi. Agar sizning iste'molingiz o'zgarmasa ham narx oshsa, to'lov oshadi. Agar narx oshishi bilan birga iste'mol ham ko'paysa, masalan, qishda gaz ko'proq ishlatilsa yoki yozda konditsioner ko'p ishlasa, to'lov yanada kuchli oshadi. Asosiy qism biri. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim uncha xavotir olmasligi mumkin? Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, foizdagi o'sish bilan real puldagi o'sish bir xil sezilmaydi. Masalan, tarif 2% oshdi deyishadi. Bu raqam ko'pchilikka abstrakt tuyuladi. Lekin 2% 1000 so'mlik to'lovda 1000 so'm, 500 so'mlik to'lovda esa 1000 so'm degani. Ya'ni foiz bir xil, lekin oilaning real xarajati juda boshqacha bo'ladi. Keling, oddiy oila misolida hisoblaymiz. Faraz qilaylik, 4 kishilik oila oyga elektr uchun 1000 so'm, gaz uchun 1000 so'm, suv uchun 600 so'm, chiqindi uchun 20000 so'm, internet uchun 1000 so'm to'laydi. Jami majburiy kommunal va aloqa to'lovlari 400-5000 so'm bo'ladi. Endi tariflar yoki xizmat narxlari o'rtacha 20% ga oshdi deylik. Elektr 1000 dan 2,6 ga chiqadi. Gaz 1000 dan 1000 ga chiqadi. Suv 6000 dan 2000 ga chiqadi. Chiqindi 25000 dan 3000 ga chiqadi. İnternet 5000 dan 20000 ga chiqadi. Jami 5 saqul 2000 so'm bo'ladi. Demak, bu oila oyga 97000 so'm ko'proq to'laydi. Yiliga esa 1 million 40000 so'm qo'shimcha xarajat degani. Endi boshqa misol. Kichik xonadonda bir kishi yashaydi. U elektrga 7000, gazga 1000, suvga 20000, internetga 1000, chiqindiga 15000 to'laydi. Jami 2-25000 so'm. 2% oshsa, jami 27000 so'm bo'ladi. Farq 45000 so'm. Bu ham pul albatta, lekin 4 kishilik oiladagi 9000 so'mlik farqdan kamroq. Shuning uchun kim ko'p iste'mol qilsa, ko'proq sezadi. Ayniqsa katta xonadonda yashaydigan, konditsioner, elektr isitgich, boylar, ko'p kamerali muzlatgich, suv nasosi, issiq pol, ko'p chiroq va maishiy texnikasi bor oilalar buni kuchliroq sezadi. Yana bir muhim misol. Limit yoki tabaqalashtirilgan tarif bo'lsa, vaziyat butunlay boshqacha bo'ladi. Faraz qilaylik, ma'lum miqdorgacha elektr arzonroq, undan oshsa qimmatroq hisoblanadi. Masalan, oila oyiga 250 kWh elektr ishlatsa, limit ichida qoladi va to'lovi o'rtacha oshadi. Lekin 50 kWh ishlatsa, ortiqcha qism qimmatroq tarifda hisoblanishi mumkin. Bunda umumiy oshish 20% emas, ba'zan 3 yoki 4% ga yaqin sezilishi mumkin. Sabab oshgan tarif faqat narx oshgani uchun emas, balki iste'mol yuqori toifaga o'tgani uchun ham ko'payadi. Men har doim tomoshabinlarga shuni aytaman. O'zingizni qo'rqitadigan raqam tarifdagi foiz emas.
balki sizning oylik iste'molingiz. Masalan, elektr uchun siz 1,5 kilovat soat ishlatsangiz, o'shish bir xil bo'ladi. 600 kilovat soat ishlasangiz, o'shish juda katta ko'rinadi. Shuning uchun kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda ko'p iste'mol qiladigan xonadonlar. Ikkinchi qarzdorligi borlar, chunki yangi tarifdagi to'lov eski qarz bilan qo'shilib kutilmaganda juda katta summa chiqishi mumkin. Uchinchi, hisoblagichi yo'q yoki ko'rsatkichi noto'g'ri kiritiladiganlar. To'rtinchi, ijara uyda yashaydiganlar, chunki ular ko'pincha kvitansiyani o'zlari nazorat qilmaydi va keyin oxirida katta summa bilan yuzma-yuz keladi. Kim uncha xavotir olmasligi mumkin? Iste'moli past, hisoblagich ko'rsatkichlarini doimiy nazorat qiladigan, qarzdorligi yo'q, eski texnikani energiya tejovchi texnikaga almashtirgan, suv va gazni tejab ishlatadigan oilalar o'sishni sezadi. Lekin ular uchun bu zarba darajasida bo'lmaydi. Masalan, bir oilada LED lampalar o'rnatilgan, konditsioner faqat zarur paytda ishlatiladi. Muzlatkich eshigi behuda ochilmaydi, suv oqib turmaydi, gaz plitasi ortiqcha yonmaydi. Bunday oilada tarif oshsa ham iste'mol nazorat ostida bo'lgani uchun umumiy to'lov nisbatan boshqariladigan bo'ladi. Endi yanada realroq misol qilamiz. Oila yoz oyida elektrga ko'p pul to'laydi, chunki konditsioner ishlaydi. Avval 300 kilovat soat ishlatgan bo'lsa va shartli ravishda 20 kilovat narxi 500 so'm bo'lsa, to'lov 1000 so'm bo'ladi. Tarif 700 so'mga chiqsa, xuddi shu 300 kilovat 2000 so'm bo'ladi. Farq 6000 so'm. Lekin yoz issiq kelib, oila 400 kilovat ishlatsa, endi 230 so'm bo'ladi. Ko'rayapsizmi? Odam tarif oshdi deb o'ylaydi, lekin aslida ikkita omil bor. Narx oshdi va iste'mol ham oshdi. Shu sababli to'lov birdan 7 mingdan 2 mingga chiqishi mumkin. Bu 20 yoki 30% emas, deyarli 2 barobarga yaqin seziladi. Gazda ham shunday. Qishda isitish mavsumi boshlanganda gaz iste'moli tabiiy ravishda ko'payadi. Avval yozda gazga 3000 so'm to'lagan odam qishda 2000 so'm ko'rsa, buni faqat tarif oshishiga bog'lab qo'yadi. Lekin qishda plita, isitish, suv isitish hammasi ko'proq ishlaydi. Shuning uchun haqiqiy tahlil qilish uchun bir oy bilan bir oyni emas, o'tgan yilning aynan shu oyi bilan taqqoslash kerak. Masalan, 2023 yil dekabrda qancha kub gaz ishlatdingiz? 2024 yil dekabrda qancha ishlatdingiz? Shunda real o'sish aniqroq ko'rinadi. Birinchi nozik jihat, kvitansiyadagi summa doimo faqat joriy oy to'lov emas. Unda qarzdorlik penya, qayta hisob-kitob, avans, oldingi oy farqi, hisoblagich ko'rsatkichidagi tuzatish bo'lishi mumkin. Masalan, siz o'tgan oy 1000 so'm to'lamay qoldingiz. Bu oy real iste'mol 1000 so'm bo'ldi. Kvitansiyada 2000 so'm chiqadi. Siz esa tarif oshib ketibdi deb o'ylaysiz. Aslida 1000 so'm eski qarz. Shuning uchun kvitansiya alohida qatorlarni ko'rishni o'rganish kerak. Boshlang'ich qoldiq, joriy hisob, to'lov, yakuniy qoldiq. Ikkinchi nozik jihat, hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida olinmasa, o'rtacha hisoblash bo'lishi mumkin. Masalan, siz bir oy kam ishlatdingiz, lekin tizim oldingi oylardagi o'rtacha iste'molga qarab ko'proq yozdi. Keyingi oy ko'rsatkichi aniqlanganda qayta hisob qilinadi. Odam esa bir oyda ko'p to'laganini ko'rib vahimaga tushadi. Shuning uchun elektr, gaz, suv hisoblagichlarini har oy bir kunda rasmga olib qo'yish juda foydali. Men o'zim ham shunday maslahat beraman. Oyning 1 kuni yoki 25 kuni bitta odat qiling. Barcha hisoblagichlarini rasmga oling, telefoningizda alohida papkaga saqlang. Uchinchi nozik jihat. Eski yoki nosoz texnika to'lovini sekin-asta oshiradi. Masalan, eski muzlatkich energiyani ko'p yeydi. Isitgich yoki konditsioner filtri tozalanmasa, u ko'proq elektr sarflaydi. Suv krani o'ziga tomchilab tursa ham, oy davomida sezilarli ko'p chiqishi mumkin. Unitaz bakidagi suv tinmay oqib tursa, odam buni eshitmaydi ham, lekin suv hisoblagichi aylanishda davom etadi. Shunda tarif oshishi ustiga behuda iste'mol ham qo'shiladi. To'rtinchi nozik jihat, ijara uyda kim to'laydi degan masala. Ko'p ijarachilar uy egasi bergan summani to'laydi, lekin kvitansiyani ko'rmaydi. Men bunday holatlarda doim aytaman. Agar siz kommunal to'lovlarni o'zingiz qilsangiz, albatta shaxsiy kabinet, ilova yoki kvitansiya orqali tekshiring. Uy egasi aytdi degani yetarli emas. Qarz oldindan bo'lganmi? Hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'rimi? Tarif qanday qo'llangan? Bularni bilmasangiz, ortiqcha to'lab qo'yishingiz mumkin. 5-nozik jihat. Ko'p xonadonlarda ro'yxatda turgan odamlar soni bilan ko'p xonadonlarda real yashayotgan odamlar soni farq qiladi. Ayrim xizmatlar odam soniga qarab hisoblanishi mumkin. Masalan,
chiqindi yoki hisoblagisiz suvda ro'yxatdagi aholi soni muhim bo'ladi. Uyda 2 kishi yashaydi, lekin 5 kishi ro'yxatda tursa, to'lov ortiqcha chiqishi mumkin. Aksincha 5 kishi yashab 2 kishi ro'yxatda bo'lsa, keyinchalik tekshiruv yoki qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Shuning uchun ro'yxat va real holat mos kelishi kerak. 6-nozik jihat. Bank komissiyasi va to'lov tizimi xizmati. Ba'zan odam kommunal xizmat oshdi deb o'ylaydi, lekin aslida to'lov ilovasi komissiya olgan bo'ladi. 1% yoki 2% kichik ko'rinadi, lekin har oy katta summalarda bu ham xarajat. Masalan, 800 ming so'm to'lovga 1% komissiya 80 ming so'm, yiliga 60 ming so'm. Bu juda katta pul emasdek, lekin bir nechta xizmatlarda yigilsa seziladi. Shuning uchun qaysi ilovada komissiya bor, qaysi joyda yo'q, tekshirib ko'rish kerak. 7-nozik jihat, subsidiyalar, imtiyozlar va ijtimoiy himoya. Ayrim oilalar ma'lum shartlar bo'yicha yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik bilmagani uchun murojaat qilmaydi. Agar oilaning daromadi past bo'lsa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsa, pensionerlar yolg'iz yashasa, mahalla yoki tegishli tashkilotlardan mavjud yordam tartibini so'rash kerak. Men bu yerda aniq bir imtiyoz hammaga beriladi deb aytmayman. Chunki hudud va tartiblar farq qilishi mumkin. Lekin so'rash, tekshirish va hujjat topshirish kerak. Endi eng muhim qism. Siz nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam. Oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, internet, uy telefoni bo'lsa hammasini. Agar qog'oz kvitansiya bo'lmasa, ilovadan skrinshot qiling. Maqsad bitta. Siz to'lovlar tarixini ko'rishingiz kerak. Faqat oxirgi oyga qarab xulosa qilmang. Ikkinchi qadam. Har bir xizmat bo'yicha iste'mol miqdorini alohida yozing. Masalan, elektrda pul emas, kilovat soat, gazda pul emas, kub metr, suvda kub metr. Chunki pul tarifga bog'liq. Iste'mol esa sizning xatti harakatingizga bog'liq. Agar iste'mol o'zgarmagan, lekin to'lov oshgan bo'lsa, sabab tarif. Agar iste'mol ham oshgan bo'lsa, sabab 2 barobar tarif va ko'proq foydalanish. 3-qadam. Yangi tarif bo'yicha o'zingiz hisoblab ko'ring. Formula juda oddiy. Iste'mol miqdori ko'paytiriladi bir birlik narxiga. Masalan, 2,7 kilovat ishlatdingiz, yangi narx sharti 700 so'm bo'lsa, 2,7 ni 700 ga ko'paytirasiz. 1,5 ming so'm chiqadi. Agar kvitansiyada 2,3 ming so'm chiqsa, demak qo'shimcha qatorlar bor. Qarz, penya, qayta hisob, komissiya yoki boshqa xizmat. Shuni tekshiring. 4-qadam. Hisoblagichlarni rasmga oling. Elektr, gaz, suv hisoblagichining ko'rsatkichi aniq ko'rinsin. Sana ham bilinishi uchun rasmni o'sha kuni saqlang. Agar nizoli holat bo'lsa, bu sizning dalilingiz bo'ladi. Masalan, tizim sizga 500 kub suv yozib yubordi. Lekin hisoblagichingizda bunday ko'rsatkich yo'q. Rasm bo'lsa, murojaat qilish osonlashadi. 5-qadam. Shaxsiy kabinet yoki rasmiy ilovaga kiring. U yerda hisob raqamingiz, qarzdorlik, to'lov tarixi, joriy hisob ko'rsatkichlar bor. Agar tushunmasangiz, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning abonent bo'limiga boring. Borganingizda pasport yoki ID karta, xonadon hujjati yoki ijara shartnomasi, oxirgi kvitansiyalar. Hisoblagich rasmi va oldingi to'lov cheklarini olib boring. 6-qadam. Agar summa noto'g'ri deb hisoblasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmun bo'lsin: Men falon manzildagi abonentman. Hisob raqami falon oy uchun hisoblangan. Summa bo'yicha tushuntirish va qayta tekshiruv so'rayman. Hisoblagich ko'rsatkichi falon. Ilova sifatida rasm va to'lov cheklarini taqdim etaman. Murojaatni 2 nusxada topshirsangiz, bittasiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirib oling. Onlayn yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. 7-qadam. Oilaviy budjetda yangi reja qiling. Agar sizning majburiy to'lovlaringiz oyga 100 ming so'mga oshgan bo'lsa, bu pul qayerdan qoplanishini oldindan belgilang. Masalan, keraksiz obunlarni bekor qilish, elektrni tejash, suv sizib chiqayotgan joyini tuzatish, internet tarifini qayta ko'rish, maishiy texnikani oqilona ishlatish. Odamlar ko'pincha 10 ming, 20 ming so'mni mensimaydi, lekin 5 ta shunday kichik xarajat oyiga 1 ming so'm bo'ladi. 8-qadam. Energiya va suvni tejashni jazoga aylantirmang, odatga aylantiring. Xonadan chiqsangiz chiroqni o'chiring. Konditsionerni bunun tekish darajaga qo'yib muzlatmang. 26 daraja ko'pincha yetarli bo'ladi. Muzlatgichni davrga juda yopishtirmang. Changini tozalang. Suv kranlarini tekshiring. Gaz plitasida idish qopqog'ini yopib pishirsangiz, gaz kamroq ketadi. Bu mayda tuyuladi, lekin tarif oshgan paytda har bir ortiqcha birlik pulga aylanadi.
9-qadam. Uyda katta iste'mol qiladigan qurilmalarni aniqlang. Elektr isitgich, boyler, konditsioner, eski muzlatgich, kir yuvish mashinasi, nasos, dazmol, elektr pech eng ko'p energiya oladigan qurilmalar sirasiga kiradi. Ularni qachon va qancha ishlatayotganingizni kuzating. Masalan, boyler butun kun yoqilib tursa, oy oxirida katta elektr beradi. Agar faqat kerak paytda yoqsangiz, sezilarli tejash bo'ladi. 10-qadam. Qo'shnilar yoki qarindoshlar aytgan mish-mishlarga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Tariflar, limitlar, imtiyozlar, to'lov muddati bo'yicha ma'lumotni xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning rasmiy kanali. Abonent bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. Chunki noto'g'ri ma'lumot asosida qaror qilsangiz, yo ortiqcha to'laysiz, yo qarzdor bo'lib qolasiz. Xulosa shuki, to'lovlarning oshishini to'g'ri tushunish uchun faqat kvitansiyadagi yakuniy summaga qarash yetarli emas. Iste'mol miqdori, yangi tarif, qarzdorlik, hisoblagich ko'rsatkichi, qayta hisob-kitob, komissiya va imtiyozlar alohida tekshirilishi kerak. Real oshish har bir oilada turlicha bo'ladi. Kimdir oyiga kvota 1000 so'm ko'proq to'laydi, kimdir 200 ming so'm ko'proq to'laydi. Ko'p iste'mol qiladigan xonadonlarda esa farq bundan ham katta bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ish, bugunoq oxirgi kvitansiyalarıngizni oching, iste'mol miqdorini yozing. Hisoblagichlarni rasmga oling va yangi tarif bo'yicha o'zingiz hisoblab ko'ring. Shunda siz vahimaga tushmaysiz, aniq raqam bilan harakat qilasiz. Sizning oilangizda to'lovlar qanchaga oshdi? Qaysi xizmat eng ko'p sezildi? Elektrmi? Gazmi? Suvmi yoki boshqa to'lovmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men ko'p uchraydigan holatlarni keyingi videolarda alohida tahlil qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu haqiqatan ham har bir xonadonga tegishli.